Gibrid sistemalarini ko'ryapsizlar. Va bu 18.800 dollarga 2021 10-oy to'qson. Gibrid bir olti ob'yomda haybat motor, maxluq motor deb qo'yaman-da. Turbinasi ham bor ekan. Turbina ham дополнительный qo'shilgan, plus gibrid bir olti ob'yomda. Telefon qilamiz egasiga. Ristalli mordalarda, mazatda deb o'ylayman. Ristalli mordada yangilangan mordalar bilan xromiy, anti-xromiy abrisovkalarda mokriy asfalt svetda Ristalli va bo'lib ham 18.800 dollarga 2021 10-oy gibrid Tucson. Sostenalari juda ham zakonniy dedi egalari. Mashina ekan. Uzun заводской diskalarda 5.5 bor, слепой zona, elektropaket, память сидения, плавающее сиденье, кожаные holatlari, плавающее пассажирское сиденье, multirolli pistol rol, elektronli tablo, 9000 probeg, katta monitor, тузонный климат контроль, сенсорный климат контроль, обдув подогрев сиденья, беспроводной зарядный, ручной электрический автохолд, кнопочный рычаг, драйв мод bor. Va Tucson qarang, sirlarli polirubkalar ham qilgan shekilli buni. Ichlarini ham bitta ko'rib qo'yamiz. Orqa podogreflari bilan egasiz mashina telefonlar narxlarini kelishamiz. Premium seni unaqa o'ta qimmat narx chiqarmayapti. Chunki 59.000 probeg gibrid 18.800 ga. Bilmayman, bu sotilib ketib qoladiganga o'xshayapti meni nazmini, chunki mashinani lidlari, mana bir stoplari bilasiz, ba'zilari mana bir bo'lmaydi. Prostoy oddiy o'zini stop yonadi. Telefon qilib narxini kelishaylik.